Angliyada zapravkaga kelsangiz, mashinani olib kelganingizda qarang, nima qo'yib qo'yibdi. Perchetka qo'yib qo'yibdi. Perchetka bilan zapravka qilayotgansiz. Qo'lingiz benzin tekmasligi uchun. Zo'rmi? O'tganni kiyib oldik. Olamiz. Qo'limiz solyarka bo'lmaydi, benzin bo'lmaydi. Zo'r. Angliyada. Bizga ham shunaqa sharoitlar qilib qo'yish kerak ekan. Pechetkalar, одноразовый pechetkalar qo'yib. Men buni musor yashik deb o'ylasam, yana mana yerda qog'ozchasi ham bor ekan, ha. Ha, mana yerda qog'ozi ham bor ekan, mana shu yerda. Mashinani yoqlarni artib qo'yishga va moy bo'lib qolsa, moylarni artib qo'yishga qog'ozcha. Nima deyapti bu? Zo'r ekan, ha? Bizda ham o'rganish kerak shu zapravkachilar shunaqa